Siz savol berishingiz mumkin. Nimaga tashqi olamdagi menga har qadamda yomonlik qiladigan, menga tuhmat qiladigan, menga yomonlik qiladigan, hasad qiladigan, qadamimda tosh otadigan va hokazo qiladigan odamlar men uchun dushman emas-u, o'zim birinchi raqamli dushmanman. Bilasizlarmi? Dushman paydo bo'lishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Dushman albatta o'z-o'zidan paydo bo'lib qolmaydi. Yillar davomida sizning o'zingiz va atrofdagi odamlar haqidagi o'ylagan noto'g'ri fikrlaringiz, balkim bilimsizligingiz natijasida o'zingiz va odamlar haqidagi chiqargan noto'g'ri xulosalaringiz, odamlarni muhokama qilishingiz, ularni nazoratga olishingiz va mana shu kabi his-tuyg'ular borgan sari miyangizda katta o'rnini, katta joyini egallab boraveradi. Natijada sizda hasad qilish, chaqimchilik, manmanlik, qabul qilmaslik, noshukrlik, norizolik bularni ko'p davom ettirish mumkin. Mana shunaqa illatlar sizda miyangizda katta joyini egallab boraveradi. Siz esa o'zingizning fikr-tuyg'ularingizga e'tibor bermaysiz. Har doim fikr-tuyg'ularingiz asiri bo'lib yashaysiz. Natijada esa ichingizdagi o'sha shaytoniy his-tuyg'ularga, shaytoniy gumonlarga yanada oziqa berib boraverasiz. Va ko'ribsizki, miyangizning judayam katta qismini hozirgi yuqoridagi aytganim va o'shanga o'xshagan illatlar urab oladi. Sizning miyangizda esa ezgulik, yaxshilik, umuman ijobiy his-tuyg'ularga natijada o'rin bo'lmay qoladi. Qachonki siz qizlarjonlar mana shu o'zingizdagi o'tgan darsimizda ham aytdim, his-tuyg'ularingizni ajratishga harakat qiling dedim. Qachonki siz o'zingiz his-tuyg'ularingizni, fikrlaringizni, aytayotgan gap so'zlaringizni nazorat qilganingizdagina ularni yaxshi yoki bo'lmasam yaxshi emas narsaga, yaxshi emas his-tuyg'ularga ajrata olishingiz mumkin bo'ladi va kerakmaslarining o'rnini yangi misol uchun xarakteri bilan yoki bo'lmasam yangi fikrlar bilan, o'ylar bilan to'ldirishingiz kerak bo'ladi. Qachonki siz qizlarjonlar mana shu negativ his-tuyg'ularingizni anglaganingіздagina, ularni tan olganingizdagina, o'sha o'zingizga mana shu fikrlaringiz aynan o'zingizga qarshi bo'lib borayotganligini bilib boraverasiz.